Ona bolani bog'chadan olib ketadi va chaqaloq yig'laydi. Nega? Xavotir olmang, bu normal holat. Ko'pgina ota-onalar chaqalogini bog'chadan olib ketish uchun kelganlarida yig'layotgan vaziyatga duch kelishadi. Bu yoqimsiz bo'lishi mumkin. Bu sizni aybdor his qilishingiz va hatto g'azablanishingiz mumkin. Ammo aslida bu mutlaqo normal reaksiya. Nega chaqaloq yig'layapti? Bu yangi his-tuyg'ularning tajribasi. Bolalar bog'chasi bu bola yangi his-tuyg'ularga, ba'zan hatto stressga duch keladigan yangi joy. Uni bog'chadan olib ketsangiz, chaqalogingiz sizni ko'rganidan xursand bo'lmaganidan emas, balki yengil tortganidan yig'lashi mumkin. U sizni ko'radi, u siz bilan xavfsiz ekanligini va his-tuyg'ularini ko'rsatishi mumkinligini biladi. Agar bola yig'lasa, uni sharmanda qilmang, uni xafa qilmang va xafa bo'lmang. Quchoqlash, urish va o'pish. Farzandingiz kun bo'yi sizni kutdi va nihoyat keldi. Agar chaqalogingiz tez-tez yig'lasa, nima qilish kerak? Eng muhimi xafa qilmaslikdir. Bola g'azabdan emas, balki o'z boshidan kechirganlarini boshqa qanday yengish kerakligini bilmagani uchun yig'laydi. Bolangiz bilan gaplashing, uni nima bezovta qilayotganini va nega sizni ko'rganda yig'layotganini bilib oling. Tarbiyachilar bilan gaplashing, bolangiz bog'chada kunini qanday o'tkazayotganini, unga nima yoqishini va nima yoqmasligini bilib oling. Eslab qoling, bolangiz uchun eng muhim narsa bu sizning muhabbatingiz va qo'llab-quvvatlashingizdir. Vaqt o'tishi bilan hammasi tabiiy va tinch bo'lib ketadi.